yo'llarda skuter va elektrik samokatlar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan tushgan taklifga asosan kunning qorong'u vaqtida ushbu transport vositalari boshqa haydovchilarga yaxshi ko'rinish maqsadida qo'shimcha yoritish chiroqlari o'rnatilmoqda. Qattiq chiqib olsa ko'zingga qaramaysanmi? Voy chiqadigan olmay uraverardim, o'lib ketardim hozir. O'zing qarab burilish kerak. Qarab burilib chiqading, ko'rmadim men seni. Ukam bo'ldi, asabiylashma. Men senga zo'r yechim qilib beraman. Gilamni hech kim hech narsa qilgani yo'q. Kechqurunlari ham bemalol maza qilib ko'chada yurasan, bexavotir. Skuterin tayyor bo'ldi. Endi kechqurun qorong'u joylarda hech kimga xalaqit bermasdan bemalol yuraverasan. Seni xavfsizligingni ta'minlab, chiroyli terib, miltilovchi moslamani ham o'rnatib qo'ydim. Yana bitta narsa, nabodo yo'lovchi olsang, mana men jiletkalarni unga bersang, haydovchilarning ko'ziga yamni ko'rinasizlar. Glavnisi sizlarning sog'ligingiz kerak. Maqsud aka, videoni ko'rdingiz, ushbu holatga fikringiz? Hozirgi kunda skuterlar harakati oshib boryapti. Shu bilan birga ular bilan ko'ngilsizliklar ham uchrab turibdi. Bunday holatlarni oldini olish uchun yomg'irli, qorli ob-havoda barcha harakat ishtirokchilari skuterni oson payqab olishiga baland bo'yli, katta yuk mashinali transport vositalari bor, yaqqol ko'rinadigan.